Osiyo futbol konfederatsiyasi rasman yangi turnir, ya'ni OFK Millatlar Ligasi tashkil etilishini e'lon qildi. Ushbu musobaqa Osiyo terma jamoalarining umumiy darajasini oshirish, shuningdek FIFA xalqaro terezalarida o'tkaziladigan o'yinlarning ahamiyatini kuchaytirish maqsadida yo'lga qo'yilmoqda. Ma'lumki, so'nggi yillarda xalqaro tanaffuslar vaqtida ko'plab terma jamoalar o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazishda qiyinchilikka duch kelayotgandi. Yangi OFK Millatlar Ligasi esa aynan shu muammoni bartaraf etish, ya'ni har bir yig'inda rasmiy, raqobatbardosh va sport nuqtai nazaridan muhim o'yinlar o'tkazishni ko'zda tutadi. Turnirda OFK tarkibiga kiruvchi barcha 47 ta milliy federatsiya ishtirok etadi. Jamoalar darajasiga qarab 4 ta ligaga ajratiladi: A, B, C va D. Har bir ligada 3 yoki 4 tadan guruh tashkil etilishi kutilmoqda va barcha jamoalar o'z darajasiga yaqin raqiblar bilan bellashadi. Eng kuchli jamoalar jamlangan A ligada alohida format qo'llaniladi. Bu ligada eng yaxshi 4 ta jamoa yarim final bosqichiga chiqadi va keyin g'oliblik uchun kurash olib boradi. Shu bilan birga, ligada eng past natija qayd etgan 3 ta jamoa keyingi mavsumda B ligaga tushiriladi. B, C va D ligalarida esa yarim final yoki final bosqichlari bo'lmaydi. Bu ligalarda asosiy e'tibor guruh natijalariga qaratilgan. Guruh g'oliblari yoki eng yaxshi natija ko'rsatgan 3 ta jamoa yuqori ligaga ko'tariladi. Aksincha, eng past ko'rsatkich qayd etgan 3 ta jamoa esa quyi ligaga tushib ketadi. Faqat D ligada pastga tushish tizimi mavjud emas. OFKning ta'kidlashicha, ushbu turnirning asosiy maqsadi jamoalarni teng darajadagi raqobatchilar bilan to'qnashtirish, xalqaro o'yinlar kalendarini barqaror qilish va musobaqaning nafaqat sport, balki iqtisodiy va marketing qiymatini ham oshirishdan iborat. Yangi turnir Osiyo terma jamoalari uchun Jahon chempionati va Osiyo kubogi kabi yirik musobaqalar oldidan muhim tayyorgarlik maydoni vazifasini o'taydi. Shu bilan birga, har bir o'yin rasmiy maqomga ega bo'lgani sababli jamoalar reyting, tajriba va bosma ostida o'ynash jihatidan katta foyda oladi. Eng qiziq jihatlardan biri O'zbekiston milliy terma jamoasiga taalluqli. Mavjud reyting va so'nggi yillardagi natijalardan kelib chiqqan holda, O'zbekiston terma jamoasining OFK Millatlar Ligasida eng kuchli jamoalar jamlangan A ligada ishtirok etishi kutilmoqda. Bu esa o'z navbatida terma jamoamiz Yaponiya, Janubiy Koreya, Eron, Avstraliya kabi Osiyo grandlariga qarshi muntazam ravishda rasmiy o'yinlar o'tkazishi mumkinligini anglatadi. Turnirning to'liq formati, aniq guruhlar tarkibi va taqvimi OFK tomonidan keyinchalik e'lon qilinishi ma'lum qilingan. Biroq hozirning o'zidayoq OFK Millatlar Ligasi Osiyo futbolida yangi bosqichni boshlab berishi, terma jamoalar raqobatini mutlaqo yangi darajaga olib chiqishi aniq bo'lib turibdi.